Bugun juda ham qiziq bo'lgan savollardan biriga javob beraman. Menda ovulyatsiya bo'lyapti. Hayz kechikyapti, lekin homilador bo'la olmayapman. Qarang, ovulyatsiya bo'lib, hayz kechikishi boshlangandan keyin siz xursand bo'lasiz. Ya'ni homiladorman deb o'ylaysiz. Sizda o'sha homiladorlik alomatlari boshlanadi. Ya'ni o'sha ertalab ko'ngillanishlar yoki qayd qilishlar va siz xursand bo'lib homiladorlik testi o'tkazasiz, lekin test ijobiy chiqmaydi. Ozgina vaqtdan keyin sizda уже hayz kelish boshlanadi va siz bu holatda buni sababini tushunmaysiz. Asosiy sabablardan biri spermatozoidni sifatsiz bo'lishi, ya'ni erkak urug'ini sifati juda ham past bo'lishi. Chunki ovulyatsiyadan keyin o'sha tuxum hujayrani sifatsiz spermatozoid bilan urug'lanish jarayoni boshlanadi. Urug'lanish jarayoni oxirigacha bormaydi, yarmida to'xtab qoladi, lekin sizning organizmingiz homiladorlik belgilarini saqlab qoladi. To o'sha sizda hayz kelishi kuzatilmaguncha. Demak, xulosa qilishimiz mumkin, sizda urug'lanish jarayoni boshidan muvaffaqiyatsiz bo'lgan.